Hi everybody, welcome to iLanguage Training Center New Concept English video classroom. And today we will learn New Concept English Book 1, Lesson 64. Okay, don't, you mustn't. Sağollaşlar yaxshimizlar. Amsa bugun 63 darsimizda o'rgangan muhim bo'lgan shu ikki jumla shakli bor. Misol don't qilmang atmang. Demak bu buyruq jumla shakli. And you mustn't. Yani birisi siz mandaq qilmasligingiz kerak yoki mandaq qilish man'i qilindi degan gapchi. Anaqda qaranglar bu yerga don't yani birisi you mustn't. You mustn't. Ammo don't deganimiz buyruq jumla. Harata buyruq jumlalarda oldin qatimda so'zlagan igisi. Demakchi, bu shu jumlaning igisi qanday qildi desanglar, yushurni holat keladi. Demak, hamda bu ish harakatini paydo qiluvchi qanday desanglar, misol aniq ko'rinmaydi degan gap. Masalan, don't play a football. Endi misholki play a football, play deganimiz nima desanglar, hamda xabar, shunami? Odatda harakatlar, fe'llar, jumla xabar olib keldi. Aniqda misholki igisi nima desanglar, shu harakatni paydo qiluvchi, shu o'yinchi nima bo'ldi igisi. Hamda bir sizga futbol o'ynamang degan ekan, hamda bu shu siz futbol o'ynamang. Demak, hamda yerga siz degan igisi amaliyotda yushurni holat keldi. Demak, shu harakatni paydo qiluvchi nima bo'ldi igisi. Hamda shu harakatning obyekti, o'y nimani o'ynaydi? Shu to'pni, futbolni. Shunami? Hamda bu to'ldiruvchi naqd shu harakatning obyekti bo'ldi. Janolar, demak, hamda ega xabar to'ldiruvchi. To'ldiruvchini hanuz biz binyu deymiz, binyu. Demak, hamda misholki binyu spa harakat, pil, xabar bor. Onkin esi yushun holat kelgan. Demakchi don't mana qilmang. Don't ning keyindan pil ningki asl shakli keldi. Hamda you mustn't ning mana qilishingiz qilmasligingiz lozim yoki mana qilish qanday qilindi? Ma'ni qilindi. Buning albatta desanglar pil ningki asl shakli keldi. Xo'sh, hamsa bugungi darsimizda hamish narsani bag'ayli. Xo'sh, hamda bu ushbu rasm qarab baqsaq, bu yera qizil chiroq ekan. Demak, hamda qizil chiroq degan nima desanglar, bu sher to'xtashinglar kerak degan gap. Demak, you must stop here. You must stop here. Siz bu yerda qanday qilishingiz kerak? To'xtashingiz lozim kerak. Demak, hamda bu must ningki kerak lozim shunami? Hamda demakchi you mustn't walk across the road. Demak, hamda meni qizil chiroq yongandan nima? You mustn't walk across the road. Demak, bir narsaning yuzidan kesib o'tgan bo'lsa, biz buni across deydik. Hamda men yarikse walk across. Demak, kesib o'tmak. Masalan, yo'lni kesib o'tmak bo'lsa, yo'lning ma qirg'iqidan yana bir qirg'iqqa o'tgan bo'lsa, buni walk across deymiz. You mustn't walk across the road. Yo'lni kesib o'tmasligingiz kerak. Because why? It's red light. Qizil chiroq ekan, shunami? Demak, endi bu buyruq jumla bo'lganda, don't walk across the road. Don't walk across the road. Demak, endi bu birisiga manda qilmang degan endi bu nima? Desanglar buyruq. Yana birisi nima desanglar? Masalan, har xil tuzumli bor. Masalan, sinfda gap qilmasligingiz kerak, unda qilmasligingiz kerak. Demak, hamda shu qoida nizomlarga manda qilmaslik kerak, lozim degandek so'zlarga nima desanglar, misholga mustn't ishlatamiz yoki manda qilishimiz kerak. You must degandek. Demak, hamda bu cho'qim qilish kerak bo'lgan, zarur bo'lgan ishlarga must ishlatamiz. Mustni ishlatamiz. Qaranglar, hamda bu yerda nima bo'lgan ekan bu? Odatda shu daryo ko'llarining atrofiga nima qilib qo'ydi? Bu suv uzishga bo'lmaydi degan gap. Suv uzishga bo'lmaydi degan gap. Demak, hamda buning ma'nosi you mustn't swim here. Siz bu yerda suv uzmasligingiz kerak. Demak, bu yerda suv uzish man'i qilinadi degan gap. Hamda bu buyruq jumla bo'lganini bilsangiz, siz suv uzmang. Don't swim here. Okay? Don't swim here. Okay, hamda ma belgichi. Bu belgi qarab baqsaq, bu tamakiningki mana belgisi. Shunami? Demak, no smoking. No smoking. Endi shu tamak chekish ma'ni qilindi, tamak chekmaslik kerak bo'lsa, don't smoke here.
and you mustn't smoke here. Okay, endi bu yerga smoke deganimiz hisobda nima bo'ldi desanglar, tamoq chekmak. Demak, don't smoke here and you mustn't smoke here. Endi yana bir diqqat qilishga arziydigan bir nuqta, don't bo'lamdi yoki you mustn't bo'lamdi. Bu shu ikki desdan keyindan cho'qim fe'lniki asl shakliga kirish kerak. Dongsining yuanshingiz kirish kerak. Shu ma'nosini unutib qolsak bo'lmaydi. All right. So what is he doing? So what is he doing? You know, he's taking a photo, right? And take photos deganimiz hamda suratga tortmoq shunami? Demak, suratga tortmang degani don't take photos here. Don't take photos here. Yoki you mustn't take photos here. You mustn't take photos here. Arada shu qadimiy masalan asar atiqli va muzey deymiz. Onundan sayohat rayonlarida adeta suratga tortishga bo'lmaydi. Chunki nurg'un odam masalan suratga tortish jarayonida onundan nur chiqadi. Shu nur balkim shu qadimiy buyumlarni, tarixiy buyumlarni qanday qilish kerak desanlar, ziyonga uchrash, zaxmlantirishi mumkin. Shunga bu yerda apparatda suratga tortishga bo'lmaydi. Demak, you mustn't take photos here. Okay, if you see the sign like that, agar siz anda belgini ko'rsangiz, qanday qilmasliginiz kerak? Suratga tortmaslik kerak. Adeta bu sayohatchilar ajoyib, masalan, bu qilmang degan ishni bekrak qiladi. Masalan, aytganim nurg'un yerda suratga tortishga bo'lmaydi deb, lekin shu belgining yeniga kirib qanday qilib desanlar tortadi. Ba'zi sayohatchilarni. Demak, hamda bu narsalarga alohida diqqat qilamiz. Bu shu tarixiy, qadimiy shu madaniyat bilan munosabatli sayohat rayonlariga cho'qim asrash kerak. Agar unda nur tushirib birashim tortib versa, qanday desanglar, bu yillarning o'tishi bilan buzilib ketadigan gap. Buzilib ketadigan gap. Okay, ma'lum aspirin. Okay, if you have a headache, you must take some aspirin, right? Endi bu yerda aspirin qanday desanglar, xato belgisi turdi-ku, demakchi yemang yoki yemasligingiz kerak. Buni nima desanglar, don't take any aspirins. You mustn't take any aspirins. Don't take any aspirins. You mustn't take any aspirins. Demak, shunga don't and then you mustn't. Okay. And don't take the medicine and you mustn't take the medicine. Agar to'g'ri bo'lib qolsa desanglar, don't take the medicine. You mustn't take the medicine. Demak, shunga alohida diqqat qilamiz. All right. Andaqda keyingisi nima desanglar, bu sarangi ekan qo'shinama. Sarangi deganni match. Buning ko'plik shakli nima desanglar, matches. Matches. Bu keyinda nima qildi? Yasi qildi. Match, ya'ni cho matches. Matches. Demak, don't play with matches. Okay, don't play with matches. Nima ish qilmang? Sarangi o'ynamang. Okay, saranga o'ynamang. Moshina don't play with matches. Yoki nima o't o'ynamang degan gap. Yoki you mustn't play with matches. Yoki siz o't o'ynamasligingiz kerak, yoki saranga o'ynamasligingiz kerak. Demak, bu yerda play with matches deganimiz ham shu saranga o'ynamoq degan gap. Okay, look. What a beautiful place, huh? Okay, buni a library. Buni library deb olganchiq bolalar. Buni birinchi so'ziq tovush nima? Men ilgarimi deb qo'yapman. Ko'pincha shu so'ziq tovushlarni o'rganish, o'qishni talaffuz qilishni o'rganayotsanlar, bo'lib tag'inda instrument. Nima? Br. Okay, br degan tovush nima? Brary. Okay, library. Library. Nima? Library emasmi? Library. Get. Library degan kutubxona. Hargiz kutubxona emas. Uy tovush emas nima? Kutubxona. A place where you can read and borrow books here. Okay, hamda shu kitob o'qiydigan ham kitob orit qilgan bir yana kutubxona deymiz. Demak, hamda kutubxona mana bir belgi. Degan shunama. Demak, it means don't talk in a library. Okay, don't talk in a library or you mustn't talk in a library. Demak, hamda kutubxonada paranlashish, gaplashish, cheklanadi.
Don't talk in a library. You mustn't take a library. Okay, next one is make noise. Okay, don't make noise. For example, Sophie is sleeping or Sophie is asleep. Okay, and is asleep deganimiz uxlaqliq holatini bildirdi balla. Holat. Sophie is asleep. Sophie qanday desanglar uxlaqliq. Uxlaq holatda. Onun again nima deymiz? Don't make noise. Shh, right? Don't make noise. Or you mustn't make a noise. Okay, you mustn't take a noise. Demek varang churung qilmasligingiz lozim. Varang churung qilish ma'ni qilinadi degan gap. Varang churung qilish ma'ni qilindi. Okay, what about this? You know, the cars are going so quickly. I mean, it's like a speed limit is 30, but they speak so quickly. They make shunchalik tizaydi and why uncholat tizaydi. They make don't drive so quickly, or you mustn't drive so quickly. You mustn't drive so quickly. You're not Billy Stewart. This is Billy Stewart. MS. Okay, next one is lean out of. Okay, I'm about lean. Deganimiz ballamizdan yulnab turgan bo'lsa, nima deymiz? Lean deymiz, and the lean out of. Bo'stin bo'ldi. Lean out of. Ma'lum narsaning sirtiga, masalan, derizning sirtiga 5-qama. Demak, bunda yulnab bunda chiqaryapti, shunami? Demak, don't lean out of the window. Demak, derizadan 5-ni chiqarmang. Derizadan 5-ni chiqarmang. Yoki you mustn't lean out of the window. Siz 5-ni derizadan chiqarmasligingiz lozim. Okay, next one is break. Okay, break. Mesela breakfast degan o'rganganda break degan buzmaq, fast degan ro'za tutmaq, degan chetlarliklar nasht qilsa, kechasidan tutgan farzini, ro'zasini buzganlik bo'ldi deb o'rgangan. Shunga break. Don't break, chaqmang, buzmang. That ways. Longqini yoki teshtekni. Demek ki longqini yoki teshtekni buzmang. Buyruq jumla shunami? Hamda you mustn't break that ways. Yoki boshqa so'zlar siz mana qilmasligingiz qanday kerak. Okay. Another mashq qilib baqaylik, bolalar. Please speak fast. Demek please don't speak fast. O'tirib qalay. Qanday unchoqlar tiz, qanday qilmang, so'zlamang. Mesela you may stay at school tonight. Demek you mustn't stay at school tonight. Demek hamda buni inkor cheklamiz. Shar inkor cheklini yasaymiz-ku. Mesela don't you bo'lgan bo'lsa don't. Must bo'lgan bo'lsa mustn't. Mesela you must talk in the library. Siz kutubxonaga gap qilsangiz kerak. Endi nima? You mustn't talk in the library. You mustn't talk in the library. Come early tomorrow. Baldurak keling. Endi baldurak kelmang deganda nima deymiz? Don't come early tomorrow. Don't come early tomorrow. Okay, choose the best answer. Okay, for example, you, the soup, because it's not for you. Okay, and that, you mustn't drink the soup. Because it's not for you. Çünkü o siz için emas. You mustn't drink. Mustn't kendin asıl şekilde. Ama bir yerde needn't deganimiz nima desanglar, onun zururiyati yo'q. Endi o zururiyat yo'q emas, men cheklaydigan menda qilmang degan gap qo'ydim ma. Shunga nima desanglar mustn't keladi. And ikkinchisi please, please play with yo-yo like that. Please do it like this. Okay. And the yo-yo dan qana qilmang, uninglar qana please and then don't qilmang. Please don't play like that. Okay, and you play with fire. Tom, it's dangerous. Okay, and the you mustn't. Okay, unda qilmasligingiz kerak. You mustn't play with fire. Tom, it is dangerous. Okay, dangerous deganimiz xatarlik degan gap, xatarlik. It is dangerous. Okay. Okay, and the mane bir o'q baqaylik bo'ldi. Chant qilib baqaylik. Don't play. You mustn't play with matches. Don't talk. You mustn't talk in a library. Qanday ohangga selib,
o'qiy olsang teh yaxshi. Don't play, you mustn't play with matches, you mustn't play with matches. Okay. O'zinglar bu shunday har xil ohanglar silib, naqshlangan. O'qib olsang teh yaxshi. Bo'ldi.